Assalomu alaykum akalar. Mana xudo xolisa Qo'qondan karalar stoli yuklanyapti. Mana 40 partiyada Qo'qonda ishxonadan xudo xolisa. Gulistonlik ustalari mana. Yorma Umidjon deganlar akaxonimiz. Sanjar akam katta ustanovchi ustasi. Mana katta stol. Xudo xolisa mana ikkita kara Qo'qonga ketyapti. Mana hozir ortish jarayoni. Stolni yuklab bo'ldik. Yana karalarni yuklash jarayonida bo'lsa. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tushunmisizlar? Mana biz zavodlarga, mana vodiyga, zavodlarga, ustanovkalarga xudo xolasa keldik. Loy bo'lishiga, qish bo'lishiga qaramay vodiy nomer, mana vodiy mashina. Bugun mana 15-dekabr. Akalar mana xudo xolasa shu yerga zavodlarga ustanovkalarga kelganmiz. Mana xudo xolasa Gulistondan ustanovkalarimiz keldi. Mana vodiy mashinalari. Yo'llarimizga qarab e'tibor bermisizlar. Mana yo'llar, yerlarda yomg'ir. Chata holat. Lekin qishlar chiqib yotibdi. Xumdondan. O'chiribdi nega xumdondan ekologiya sababiga ko'ra. Holatlar shu. Assalomu alaykum. Xush biznesmenlar. Mana nima deydi? Qish bo'lishiga qaramasdan biz texnikalarimiz ishni boshlayapti. Qishda qo'yib bo'lsa ham yurg'izib ko'ramiz deb mana karalarimiz turibdi. Burada hozir endi tushiramiz. Xohlasa olgan narsalar hozir o'rsochim bo'lganiga loy bo'lgan. Shunga yerni sal tozalab orishyapti.